Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida 2025-yil 1-chorak uchun korrupsiyaga qarshi kurash tizimining amal qilish haqida umumiy hisobot. 2025-yil 1-chorak davomida reja asosida jamiyatning boshqarma, korxona va tashkilotlari o'rganilganda davlat xaridlarini amalga oshirish uchun jami 7234 ta shartnomalar imzolanganligini aniqlandi. Kontragentlarni tekshirish davomida tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan materiallarga ko'ra markaziy apparat tomonidan 3 marta tender o'tkazilib, ulardan 8 nafar kontragentlar ishtirok etgan. O'tkazilgan tenderlardan 3 nafar kontragentlarga salbiy va 5 nafarga ijobiy xulosalar berilgan. Boshqa tizim tashkilotlari bo'yicha esa shartnomalar tuzilishida 381 ta kontragent tekshirilganligini ma'lum bo'ldi. Tahlil natijasida 7 ta mavjud manfaatlar to'qnashuvi holati aniqlanib, manfaatlar to'qnashuvi holatlarini hisobga olish reyestriga kiritildi. Shundan 4 ta aniqlangan holat bo'yicha xodim boshqa lavozimiga o'tkazildi. Bitta holat bo'yicha mehnat shartnomasi umumiy asoslarda bekor qilindi. Yana bitta holat nazorat ostida olindi. Hamda bitta holat tartibga solish jarayonida. Bundan tashqari, tahlil natijasida 8 ta ehtimoliy manfaatlar to'qnashuv holati aniqlanib, reyestrga kiritildi. Shundan 4 ta holat bo'yicha xodimlar boshqa lavozimiga o'tkazildi. 4 ta holat nazorat ostiga olindi. Hisobot davrida ma'lumotlarga asosan jamiyatning markaziy apparat, hududiy va tarkibiy bo'linmalariga ishga kirish uchun nomzodlar ustidan o'tkazilgan tekshiruvlar soni 400 dan ortiqni tashkil etadi. Shundan 18 nafar nomzodga salbiy xulosa berilgan. Hisobot davrida jami 7 ta o'rganishlar o'tkazilgan bo'lib, bittasi murojaatchining shaxsiy arizasiga binoan ko'rmasdan qoldirilgan. Shundan 4 ta xizmat tekshiruvi bo'yicha 4 nafar xodim egallab turgan lavozimidan ozod qilingan va aybdorlarga nisbatan intizomiy jazo turlari qo'llanilgan. Qolgan murojaatlar bo'yicha mutaxassislar tomonidan tegishli tushuntirish va xulosalar berilgan.